Assalomu alaykum, hurmatli shaharchamiz aholisi, hammalaringga hayit ayyomi muborak bo'lsin. O'ylagan, istagan, orzu qilgan niyatlaringga Allohimiz yetkazsin. Butun musulmonlar bayrami hayit ayyomi. Shu boisdan nima deymiz? Inshaalloh oldimizga maqsad qo'yganmiz. Biz albatta maqsadimizga erishamiz deb maqsad qilib qo'ydik. Inshaalloh nima deymiz? Gapdan ham qolay, adashib qolmang. Biz oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Ehtiyojmand oilalarni holdan xabar olib, yetim yesirlarni, misol boquvchisini yo'qotganlarni hamda misol zor basu, lekin misol ko'nglini ko'tarish maqsadida qaysidir xonadonlarga yetib boramiz, qaysidir xonadonga yetib borolmay qolgan bo'lsak, ming bor uzr so'raymiz. Inshaalloh qurbonlik sifatida bitta xonajincha mol oldik. Inshaalloh Alloh nasib aylab molimizni so'yib, ehtiyojmand oilalarni holdan xabar olib, albatta imkoniyatdan kelib chiqqan holatda sizni yuzga ham, aynan siz yuzga yetib borishga harakatni qilamiz. Rahmat. Biz chiroyli qilib hozir nuroniylarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Bitta domlamiz chiroyli qilib duoni qilgandan keyin inshaalloh molimizni so'yish. Bugun kulgan inson ertaga yo'qdir. Davrasi gavjum uylar ham bo'shdir. Qo'lingdagi davlat bir nafaslikdir. Bu yolg'on dunyo hech kimga do'stmas. Ko'kka qarab kerilmagin zinhor. Yer bag'rida jim yotar shoxu gado. Oltin bilan to'lmas qalbining nafasi. Mehrsiz yuraklar aslida g'arib. Kimlar keldi, kimlar ketdi, ismi qoldi ayrimlarning. Kimdir boydi, kimdir ko'ydi, vaqt barini olib ketdi. Qolar dunyo, bizsiz ham qolar dunyo. Na taxt qolur, na baxt qolur, yaxshi noming qolur faqat. Qolar dunyo, sokin qolar dunyo. Bugun sendir, ertaga boshqalar. Vaqt hech kimni kutmaydi. Hurmatli shaharchamiz aholisi, mana ko'rdingiz, bugun kecha bo'lib inshaalloh xalqimizni ko'nglidan ozgina bo'lsa ham joy egalladik. Kimdir xonadoniga yetib bordik, kimdir xonadoniga yetib borolmay qolganlarimiz, albatta yetib borolmagan xonadonimiz ham inshaalloh Alloh nasib aylaguncha qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab o'z yordamimizni qaratamiz, o'z kuchimizni qaratamiz. Bugun kecha misol bo'lib, ilgari 3 kun 4 kun ichida misol bizga ehson ulashyapti turgan, shu misol ehsonga mukofot ehson deganda ehsonga sherik bo'lyapti turgan yaxshi hojakalarimizni, xojonalarimizni, yaxshi akalarimizni, ukalarimizni, do'stlarimizni, opa-singillarimizni barchasini yaxshilab bitta duo qilsizlar haqqiga. Borligiga shukr. Inshaalloh aytib o'tganimiz, biz albatta uddalaymiz. 2026-yilda bitta yoki bo'lmasa ikkita oilaga 2026-2027-yil oralig'ida bitta yoki ikkita oilaga Xudo xohlasa chiroyli qilib 2 xona yoki bo'lmasa 3 xona oldi ayvonimdan chiroyli uy hadya qilamiz. Inshaalloh o'ylagan, istagan maqsadimizga oldimizga maqsad qo'ydik. Bu maqsadimizga ko'pchilik ishonmadi. "Ya Ulug'bek, 2 kunda buncha pul yig'ib olishdi, o'zi muammo" dedi. Misol yig'ilgan pulni summasini ham ko'rdi. Misol qandan qancha topib, qanday tortib kelganimgacha, misol qanaqa harakat qilganimni misol nuroniylarimiz, Otonoyimiz, domlamiz barchasi ko'rib bordi. Inshaalloh hali bundan-da katta, bir yil bitta mol so'yib tarqatgan, bitta qo'y so'yib tarqatgan bo'lsak, inshaalloh bularning safi keyingi yilga 2 ta mol, 2 ta qo'y qilib, bo'lsa 3 ta mol, 3 ta qo'y qilib, inshaalloh safini ko'paytirib, ehtiyojmand oilalarni holdan albatta yana xabar olamiz. Hammalaringga rahmat. Inshaalloh ehsonni mukofot ehsondir. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.